Migrantlarni haqorat qilgan deputat deb turib videorolik chiqarsam 2000 dan oshiq kommentariy bo'lgan. Shularning orasidan bir ayolni fikriga e'tiborim tushib qoldi. Bu ayol yozyaptiki, bu olim odam to'g'ri gapiryapti, haqiqatdan o'qimaganlar kelib o'zini o'zi xor qilib yuribdi deyapti. Mana shu ayolga ikkita narsani misol qilib keltirib beraman, o'ziga kerakli xulosani oladi. Birinchisi, milliondan oshiq insonlar Rossiyaga kelib ishlayotganini bitta sababi bu ish o'rni yetishmovchiligidir. Aytaylik, Toshkent viloyatida yoki Jalolobod shahrida 1000 ta o'qituvchiga ish o'rni bor. Lekin bu yil 2000 dan oshiq talabalar o'qituvchilikka topshirgan, o'qib bitirgan, diplomini olgan. O'z-o'zidan kelib chiqadiki, 1000 ta odamga ish o'rni bor, qolgan 1000 ta odamga ish o'rni yo'q. Nima qilishadi? O'zini yurtida kopeyka pulga ishlab umrini o'tkazgandan ko'ra chet elga kelishadi, ishlashadi, musofir bo'lishadi, 1 so'm, 2 so'm qilib tirikchiligini davom ettirishadi. Xo'p, migrantlar alkash yoki bo'lmasam o'qimagan degan fikrga keladigan bo'lsak, milliondan oshiq insonlar bu yerda ishlab tirikchilik qilib yurishibdi. Shularning orasidan bir 10 ta, 20 ta neadekvatni o'qimagan, kimnidir zo'rlab qo'ygan, kimnidir narsasini o'g'irlab qo'ygan insonlar chiqib qolyapti. Mana shu 10 ta, 20 ta neadekvatni insonlarni deb turib qolgan 1 million ta, 2 million ta migrantlar yomon ko'rinib qolyapti. Mana shuning uchun odam to'g'ri fikrlash kerak. 1 million ta, 2 million ta migrantlarning orasida shunaqa 10 ta, 20 ta odam chiqib, qolgan migrantlar nomiga dog' tushirib qo'yapti deb gapirsa, mana shunda to'g'ri fikr bildirgan bo'lardi. O'zingizlarning fikringizni qoldirib ketinglar. Nima deb o'ylaysizlar?